Xo'p, demak o'tgan safar Said School o'quv markaziga targetirованный reklama yoquvdik. Qanaqa bo'ldi, natija aytib bering? Reklama zo'r bo'ldi. Ko'pchilik yozishdi. O'quv markaziga qiziqqanlar ko'p ekan, ayniqsa arab tilimizga qiziqqanlar esa ko'p ekan. Bizda hozir onlayn yo'q edi, onlayn ko'pchilik so'rashdi. So'radi. Xudo xolasa onlaynni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Endi joyimiz bitta bo'lgani uchun ko'pchilikga uzoqlik ham qilganlar bor. Yaqin bo'lganlar kelishdi lekin. Kelishdi oldingizga. Kelishdi. Bir xilgina administratorimiz shunaqa deb aytdi. Bir ikkita ayollar kelibdi. Kechasini o'ylab chiqdim, borsammi, bormasammi deb ertalab keldim degan ekan. Targetdan sizni ko'rishgan. Ko'rgan. Zo'r. Demak, necha kunga, necha pulga yoquvdik, o'shani aytib bering. $5 3 kunga yoqib ko'ruvdik-da. Birinchi yoqishimizga. Odamlar qo'shildimi? Qo'shilgan. Endi Xudo xolasa agar buni yana ham davom ettirsak bo'ladi. Da. Davom ettirib yoqamiz. Zo'r.